Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugungi videomiz sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotga bag'ishlanadi. Agar siz 2026 yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men sizga pensiyangizni nafaqat sezilarli darajada oshirish imkoniyatini, balki buni qanday qilib o'zingiz uchun eng qulay yo'l bilan amalga oshirishni ham aytib beraman. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z pensiyalari miqdoridan norozi, inflyatsiya esa jamg'armalarni tobora yemirishda davom etmoqda. Ammo buning yechimi bor. Shuning uchun videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalimga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang, chunki bu ma'lumot hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari pensiya tizimida nafaqaxo'rlarning hayot sifati va moliyaviy barqarorligini ta'minlashda ma'lum bir kamchiliklar mavjud edi. Pensiyalar odatda yiliga bir marotaba, ba'zan esa hukumatning alohida qarorlariga, asosan indeksatsiyaga uxrar edi. Bu esa afsuski inflyatsiya sur'atlari va iste'mol narxlarining o'sishiga har doim ham mos kelavermasdi. Misol uchun sizning pensiyangiz yil boshida erta bahorda oshirilgan bo'lsa, yil oxiriga kelib narxlarning doimiy o'sishi sababli bu oshirishning qadri ancha tushib ketardi. Ya'ni sizning xarid qobiliyatingiz kamayib, kundalik ehtiyojlaringizni qondirish tobora qiyinlashardi. Ko'plab nafaqaxo'rlar bir yilda bittagina kichik indeksatsiyaning yetarli emasligidan shikoyat qilishardi, chunki bu ularning hayotiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatmasdi. Pensiya hisoblashning eski qoidalari esa ko'pincha murakkab bo'lib, nafaqaxo'rlarga o'zlarining huquqlari va imkoniyatlarini tushunishni qiyinlashtirardi. Ba'zida pensiya to'g'ri hisoblanmagan bo'lsa ham, buni tushunish va tuzatish uchun juda katta vaqt va kuch sarflashga to'g'ri kelardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Aziz do'stlar, hukumat tomonidan qabul qilingan yangi tashabbus yoki qonun loyihasi ayrim ma'lumotlarga ko'ra bu hali loyiha holatida bo'lishi mumkin, ammo uning joriy etilishi juda yuqori ehtimol bilan kutilmoqda. Aynan 2026 yil 1 yanvarigacha pensiyaga chiqqan fuqarolarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bu nafaqat bir marta yoki 2 marta, balki yil davomida 4 marta oylik oshirishni nazarda tutadi. Nima uchun aynan bu sana va aynan shu toifa uchun deb so'rashingiz mumkin. Gap shundaki, to'g'ri yilgacha pensiyaga chiqqan ko'plab fuqarolar eski pensiya qonunchiligi doirasida qolgan, ularning pensiyalari hozirgi iqtisodiy sharoitlarga to'liq mos kelmaydi. Yangi tizim doirasida esa yilning turli choraklarida pensiyalarni qayta hisoblash, indeksatsiyalash yoki maxsus qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi kutilmoqda. Bu degani sizning pensiyangiz yil davomida 4 marotaba ko'rib chiqilib, inflyatsiyaning ta'siri kamaytiriladi va sizning xarid qobiliyatingiz barqaror ushlab turiladi. Bu yangi tizimning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilash, ularga moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va jamiyatning ushbu qatlamini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlashdir. Endi nafaqaxo'rlar narxlarning o'sishi tufayli pensiyalarining qadrsizlanishidan hadiksiramasdan moliyaviy jihatdan himoyalangan hisoblaydilar. Bu o'zgarish nafaqat moliyaviy yordam, balki davlatning o'z keksalari haqida qayg'urayotganining ham yorki nisbatidir. Birinchi asosiy kimlar uchun nimalarni bilish kerak, kim savotirlanishi kerak va kim savotirlanmasligi kerak? Hurmatli do'stlar, bu yangi tashabbus yoki qonun loyihasi, takror aytaman, juda keng qamrovli va ko'plab nafaqaxo'rlar uchun dolzarbdir. Uning asosiy sharti sizning ten 2027 yil pintil 1 yanvarga qadar pensiyaga chiqqan bo'lishingizdir. Bu degani, agar siz ushbu sanadan oldin keksalik pensiyasiga, nogironlik pensiyasiga yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga chiqqan bo'lsangiz, siz bu imtiyozdan foydalanish huquqiga egasiz. Sizning yoshingiz, ish stajingizning umumiy davomiyligi yoki qaysi turdagi pensiya olganligingiz bu holatda ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'ladi. Asosiysi belgilangan muddatdan oldin pensiyaga chiqqan bo'lish. Nimalarni bilish kerak? Eng muhim jihatlardan biri shuki, ko'pgina hollarda bu 4 marta oylik oshirish avtomatik tarzda amalga oshirilmaydi. Afsuski, bizning tizimimizda ba'zida folikni ozaku okish ondazi innatitizi innandajin kititikish ngatikish tanaputis satishingiz talab etiladi. Sizning pensiyangizni qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovlarni belgilash uchun pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa agar sizning mehnat stajingiz yoki ish haqingiz haqidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasida to'liq
yoki yangilanmagan bo'lsa juda muhimdir. Ba'zida eski ma'lumotlar qog'oz arxivlarda qolib ketgan bo'lishi yoki raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'z ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshirishingiz va zarur bo'lsa ularni yangilashingiz lozim. Bu jarayon sizning pensiyangizning adolatli va maksimal darajada oshirilishini ta'minlash uchun juda muhimdir. Kim savotirlanishi kerak? Bu yerda savotirlanish deganda imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun faol harakat qilish kerak bo'lganlar tushuniladi. Savotirlanishi kerak bo'lganlar bu avvallari pensiyasini qayta hisoblash uchun murojaat qilmaganlar, ish staji to'g'risidagi barcha ma'lumotlari pensiya jamg'armasida to'liq aks etmaganlar yoki ilgari ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni taqdim etmaganlardir. Agar sizning pensiyangiz hisoblashda eng foydali 5 yillik ish haqingiz to'liq inobatga olinmagan bo'lsa yoki sizda qo'shimcha ish staji tasdiqlanmagan bo'lsa, siz albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilib barcha ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Bu ayniqsa Sovet davrida ishlaganlar yoki hujjatlari tartibsiz bo'lganlar uchun juda muhim. Kim savotirlanmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yaqinda to'liq va barcha hujjatlar bilan hisoblangan bo'lsa, barcha ish staji va ish haqi ma'lumotlari elektron bazada mavjud bo'lsa va siz muntazam ravishda qayta hisoblashlardan xabardor bo'lib turgan bo'lsangiz, sizga unchalik ham savotirlanish teshinga yalhalna hujjat qolmaydi. Chunki bunday hollarda pensiya jamg'armasi sizning pensiyangizni avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqishi va oshirishlarni amalga oshirishi mumkin. Biroq shunga qaramay har ehtimolga qarshi hech bo'lmaganda bir marta murojaat qilib ma'lumotlarni aniqlashtirish ortiqchalik qilmaydi. Endi esa aytib o'tilgan 4 marta oylik oshirishning amalda qanday ishlashini tushunish uchun aniq misollarga o'tamiz. Bu oshirishlar bir necha mexanizmlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Bir misol klassik nafaqaqsor ish staji ko'p bo'lgan fuqaro. Tasavvur qilaylik, bobomiz Anvar aka 2018 yilda pensiyaga chiqqan, uning ish staji 30 yilni tashkil etadi. Uning o'rtacha pensiyasi hozirda 1,200,000 so'm deb faraz qilaylik. Anvar aka hech qanday qo'shimcha harakat qilmagan, chunki hammasi avtomatik bo'ladi deb o'ylagan. Lekin yangi qonun loyihasi uning uchun qanday imkoniyatlar yaratadi? Birinchi oshirish, mart, inflyatsiya indeksatsiyasi. Mart oyida hukumat yilning birinchi choragidagi inflyatsiya ko'rsatkichlariga qarab pentumushapenma mushab ushinasiya tayachalar nanan arantan ni chi tamatasanjanden jipa ga indin indektasi siyalashga qaror qildi. Anvar akaning pensiyasi bu lafati sonda film sagashi boshdan bism aylanadi. Bu har qanday nafaqasor uchun birinchi yordam hisoblanadi. Chunki mart oyiga kelib narxlar allaqachon sezilarli darajada oshgan bo'ladi. Ikkinchi oshirish iyun ish stajini qayta hisoblash. Anvar aka bizning videomizni ko'rib, o'zining mehnat daftarchasini tekshiradi va 1990 yillarda bir korxonada ishlagan qo'shimcha staji pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida yo'qligini aniqlaydi. U tegishli arxiv ma'lumotnomasini topib pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi. Natijada uning pensiyasi qo'shimcha staj uchun qayta hisoblanadi va masalan yana tipi pratuga oshib bab ahtus memtidayvida somdan waktus izetn kapasa sadita somga yetadi. Bu yerda aniq harakat talab etiladi va natija sizni sursand qiladi. Atto tanisabda yekatadam natatujetnam mamatak tashu jembada kalam basala. 3-oshirish sentyabr maxsus ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi. Davlat tomonidan masalan keksalarni qadrlash yili doirasida yoki boshqa bir ijtimoiy dastur bo'yicha barcha nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha 7% miqdorida maxsus to'lov joriy etiladi. Anvar akaning pensiyasi bir tonna takam kamarkala 700 so'mdan 7%ga oshib, 2,969 so'mga aylanadi. Bu kabi to'lovlar odatda avtomatik amalga oshiriladi, ammo baribir sabardor bo'lish muhim. 4-oshirish dekabr, yil yakuni bo'yicha indeksatsiya.
Yil yakunida iqtisodiy o'sish va inflyatsiya prognozlariga asoslanib pensiyalar yana 4%ga oshiriladi. Anvar akaning pensiyasi endi ko'pincha 8.969 so'mdan 4%ga oshib, 767 so'mga yetadi. Natijada Anvar akaning pensiyasi yil boshidagi afan 800 so'mdan yil oxiriga kelib, 267 so'mga yetdi. Bu umumiy hisobda 367 so'mga yoki qarib 9.3% ga oshishni anglatadi. Bu shubhasiz uning turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tu misol nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro Faraz Qilaylik Dilfuza opa 2023 yilda nogironlik bo'yicha pensiyaga chiqqan. Uning staji unchalik ko'p emas, atigi 10 yil. Pensiya miqdori 100.000 so'm. Uning holatida bu oshirishlar qanday ishlaydi? Birinchi oshirish martda inflyatsiya indeksatsiyasi 5%. Dilfuza opaning pensiyasi 1.700.000 so'mdan 1.700.000 so'mga yetadi. İkinci oshirish iyun kasallik tarixi va tibbiy qayta ko'rik. Dilfuza opa tibbiy komissiyadan qayta o'tadi va uning sog'ligi yomonlashgani tasdiqlanadi. Shu sababli unga yuqoriroq guruhdagi nogironlik belgilanadi. Bu esa pensiyaning qayta hisoblanishiga olib keladi. Bu holatda pensiya qonunchiligi bo'yicha, masalan, yana denandarak ta kasamanat, ani tenandan o'tuvchi 20% ga oshadi, chunki uning nogironlik darajasi o'zgardi. Uning pensiyasi 1.90 so'mdan 1.80 so'mga yetadi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, pensiyaning oshishi nafaqat iqtisodiy omillarga, balki shaxsiy holatlarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. 3. Oshirish sentyabr. Maxsus ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi 7%. Pensiya vaqtida 800 so'mdan 14.86 so'mga yetadi. 4. Oshirish dekabr. Yil yakuni bo'yicha indeksatsiya 4%. Pensiya 1.456.056 so'mdan 1.598 so'mga yetadi. Dilfuza opaning pensiyasi yil boshidagi 1.200.000 so'mdan 1.92 so'mga yetdi. Bu 314.92 so'mga yoki qarib 26% ga oshishni anglatadi. Bu uning nogironlik holatida yashash darajasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Tük misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi oila keling, endi yosh onasi Malika va uning 2 voyaga yetmagan farzandi oilasini ko'rib chiqaylik. Ular 2022 yilda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ola boshlaganlar. Ularning umumiy pensiyasi 1.500.000 so'm. Birinchi oshirish mart. Inflyatsiya indeksatsiyasi 5%. Pensiya 500.000 so'mdan 571 so'mga yetadi. İkinci oshirish iyun. Farzandlar uchun qo'shimcha nafaqalar. Malika o'z farzandlari uchun davlat tomonidan taqdim etiladigan ba'zi qo'shimcha nafaqalarga murojaat qilmaganini bilib oladi. Ular uchun masalan o'quv qurollari sotib olish yoki sog'lomlashtirish uchun qo'shimcha yordam ajratilishi mumkin. Bu pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilmasa-da, andija kata oilaning paning umumiy daromadini oshiradi. Yoki pensiya hisobida yangi qoida joriy etilib, har bir boquvchisini yo'qotgan shaxsga nisbatan qo'shimcha 50% qo'shilishi mumkin. Bunday holda 1.550 so'mdan 1.670 so'mga yetadi. 3. oshirish sentyabr. Maxsus ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturi. Japsan. Pensiya 1.750 so'mdan 1.740 so'mga yetadi. 4. oshirish dekabr. Yil yakuni bo'yicha indeksatsiya 4%. Pensiya 1.740 so'mdan 1.440 so'mga yetadi. Bu oilaning pensiyasi yil boshidagi bura binat undan urut pot oqsoq kartinjet jindantidi so'ga yetdi. Bu umumiy hisobda kusakirchi sotso amga yoki qarib 6% ga oshishni anglatadi. Bu ayniqsa yosh bolalarni tarbiyalayotgan oilalar uchun juda muhim qo'llab-quvvatlashdir. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, bu 4 marta oylik oshirish turli mexanizmlar orqali, ya'ni inflyatsiya indeksatsiyasi, individual holatlarni qayta ko'rib chiqish, maxsus ijtimoiy dasturlar va umumiy iqtisodiy o'sishga asoslangan holda amalga oshirilishi mumkin. Eng muhimi, bu imkoniyatlardan xabardor bo'lish va kerakli hollarda o'zingiz faol harakat qilishdir. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qopqonlar va noaniq jihatlar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi pensiya oshirish dasturida ham ma'lum istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qopqonlar va ba'zi noaniq
jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni keraksiz muammolardan himoya qiladi va huquqlaringizni to'liq himoya qilishga yordam beradi. Istisnolar kimlarga bu oshirishlar tegishli emas? 2026 yil 1 yanvaridan keyin pensiyaga chiqqanlar. Bu dasturning asosiy sharti yuqorida aytib o'tganimizdek pensiyaga chiqqan sanangizdir. Agar siz 2026 yil 1 yanvaridan keyin pensiyaga chiqsangiz, siz ushbu 4 marta oylik oshirish dasturiga kirmaysiz. Biroq bu sizning pensiyangiz umuman oshmaydi degani emas. Siz ham umumiy pensiya qonunchiligi doirasidagi indeksatsiyalar va qayta hisoblashlardan foydalanasiz. Ammo aynan ushbu maxsus dastur sizga tegishli bo'lmaydi. Maxsus shartlarda bo'lganlar. Ba'zi pensionerlar, masalan, harbiy pensiya oluvchilar yoki boshqa maxsus vazirliklar va idoralarning sobiq xodimlari o'zlarining alohida pensiya tizimlariga ega bo'lishlari mumkin. Ularga nisbatan ushbu umumiy qoidalar o'rniga o'zlarining idoraviy qonun va qoidalari qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun agar siz bunday toifaga kirsangiz, o'z idorangizning pensiya bo'limiga murojaat qilib, aniqlik kiritishingiz shart. Qopqonlar e'tibordan chetda qolmasligi kerak bo'lgan vaziyatlar. Nena Tailand tibatda ma'lumotlarning eskirganligi va yetishmasligi. Bu eng keng tarqalgan muammolardan biri. Ko'plab nafaqaxo'rlarning ish staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlari eski qog'oz arxivlarda saqlanadi yoki umuman yo'qolgan bo'ladi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida esa faqat mavjud ma'lumotlar aks etadi. Agar sizda bunday holat yuzaga kelsa, pensiyangizni to'liq qayta hisoblash uchun arxivlardan ma'lumotnomalar olishga to'g'ri keladi. Bu esa uzoq va zerikarli jarayon bo'lishi mumkin. Masalan, 1990 yillarda yopilgan bir korxonada ishlagan bo'lsangiz, uning arxivi endi qayerda ekanligini topish qiyin ekan, tatishshin kechishi mumkin. Bu kabi holatlarda faollik va sabr toqat talab etiladi. Ariza berish muddati. Garchi umumiy pensiya qonunchiligida pensiyani qayta hisoblash uchun aniq muddat belgilanmagan bo'lsa-da, ushbu maxsus 4 marta oylik oshirish dasturi doirasida ma'lum muddatlar belgilanishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, bir yoki bir nechta chorakdagi oshirishlardan mahrum bo'lishingiz yoki hatto butun dasturdan tashqarida qolishingiz mumkin. Shu sababli rasmiy xabarlarga e'tibor berish va tezkor harakat qilish juda muhimdir. Keyinroq borarman degan fikr sizga moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Hujjatlar to'plashdagi qiyinchiliklar. Yuqorida aytilganidek, ba'zan kerakli hujjatlar, masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, ish stajini tasdiqlovchi arxiv hujjatlari mavjud bo'lmaydi yoki ularni topish qiyin bo'ladi. Ba'zan siz yashagan shahringizdagi korxona boshqa shaharga ko'chib ketgan yoki butunlay tugatilgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda hujjatlarni tiklash yoki ularning analoglarini topish uchun turli idoralarga murojaat qilish, sudga murojaat qilish ham talab etilishi mumkin. Bu jarayon sizdan vaqtingizni va asablaringizni talab qilishi mumkin. Rasmiyatchiliklar va bürokratik to'siqlar. Ba'zi pensiya jamg'armasi xodimlari yangi qoidalar haqida to'liq xabardor bo'lmasliklari yoki hujjatlarni qabul qilishda ma'lum to'siqlar yaratishlari mumkin. Ba'zan ular sizga bu tegishli emas deb yolg'on ma'lumot berishlari ham mumkin. Bunday holatlarda o'z huquqlaringizni bilish va talabchanlik bilan harakat qilish zarur. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilishdan cho'chmang. Noaniq jihatlar oshirishlarning foizi va shakli. Ushbu 4 marta oylik oshirishning har biri doim ham bir qism foizda bo'lmasligi mumkin. Ular hukumatning tegishli qarorlariga, iqtisodiy vaziyatga, inflyatsiya darajasiga va boshqa omillarga qarab har sil bo'ta realizatsiya mumkin. Ba'zan bu sof foizli indeksatsiya bo'lsa, ba'zan esa ma'lum miqdordagi aniq qo'shimcha to'lov shaklida bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir oshirish e'lon qilinganda uning shartlari va qoidalariga diqqat bilan e'tibor berish lozim. Hududiy dasturlar. Ba'zi viloyatlar yoki shaharlar o'z budjetlari hisobidan qo'shimcha mahalliy ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlarini amalga oshirishi mumkin. Bu dasturlar ham sizning umumiy daromadingizni oshirishga xizmat qiladi. Siz yashaydigan hududdagi mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qilib, bunday dasturlar mavjudligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Pensiyani qayta hisoblashda
qaysi davrlar inobatga olinadi, pensiyani qayta hisoblashda, odatda fuqaroning butun mehnat faoliyati davomidagi eng yuqori ish haqi olgan istalgan 5 yillik davr inobatga olinadi. Biroq bu yangi dastur doirasida ba'zi hollarda sizning butun ish stajingiz davomidagi eng daromadli davrlarni qayta ko'rib chiqish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Yoki sizning pensiyangiz hisoblashda avval qandaydir sabablarga ko'ra inobatga olinmagan maxsus davrlar, masalan, chekka hududlarda ishlaganlik, zararli mehnat sharoitlarida ishlaganlik ham qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun bu nuanslarni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish juda muhim. Ushbu istisnolar, qopqonlar va noaniq jihatlarni bilish sizni moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi va sizga o'z huquqlaringizni samaraliroq himoya qilish imkonini beradi. Amaliy maslahatlar. Nimalar qilish kerak? Endi esa aziz do'stlar, eng muhim qismga keldik, amaliy maslahatlar. Bu 4 marta oylik oshirish imkoniyatidan foydalanish uchun siz qanday aniq qadamlar tashlashingiz kerak? Bu jarayonni iloji boricha soddalashtirishga harakat qilaman. Birinchi qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish sizning birinchi va eng muhim qadamingiz. Bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qilishdir. Siz yashash joyingizdagi, ro'yxatdan o'tgan manzilingizdagi yoki amaldagi pensiyangizni oladigan tumandagi, shahardagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz kerak bo'ladi. U yerda siz o'z holatingizni tushuntirasiz va pensiyangizni qayta hisoblash yoki indeksatsiya qilish yoki qo'shimcha to'lovlarni belgilash imkoniyatlari haqida ma'lumot olasiz. Ikkinchi qadam. Kerakli hujjatlarni to'plash. Murojaatingizni tasdiqlash uchun sizga bir nechta asosiy hujjatlar kerak bo'ladi. Ularni oldindan tayyorlab qo'yish jarayonni tezlashtiradi. 1. Pasport sizning shaxsiyatingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat, asli va nusxasi. 2. Pensiya guvohnomasi. Pensiyaning mavjudligini tasdiqlovchi hujjat, asli va nusxasi. 3. Mehnat daftarchasi sizning barcha ish stajingiz to'g'risidagi asosiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, asli va nusxasi. Pensiya jamg'armasi iqtisodiy sizning mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni diqqat bilan ko'rib chiqadi. Pat. Yaratatti yattasam batop maketçenen yettidi. Yedik yettidi ish stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari agar mavjud bo'lsa. Sanatda agar mehnat daftarchangizda qandaydir davrlar yozilmagan bo'lsa yoki korreksiyona tugatilgan bo'lsa, siz ish stajingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalarini topishingiz kerak bo'ladi. Bu ma'lumotnomalar siz ishlagan tashkilotning arxividan yoki davlat arxivlaridan olinadi. Bu ayniqsa muhim, chunki ko'p hollarda aynan shu yerda qo'shimcha staj yashiringan bo'ladi. 5. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar agar avval hisoblanmagan bo'lsa, pensiya miqdorini hisoblashda ish haqining miqdori juda muhim rol o'ynaydi. Agar sizda mehnat daftarchangizda yozilgan davrlar uchun ish haqi to'g'risida ma'lumotnomalar bo'lmasa yoki siz pensiya hisoblash uchun eng foydali 5 yillik davrni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, tegishli ma'lumotnomalarni sobiq ish joyingizdan yoki uning varislaridan olishingiz kerak. Agar korreksiyona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan izlashingizga to'g'ri keladi. Ba'zan ish haqqini sud orqali tasdiqlash ham talab etilishi mumkin. Nasqa. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun. Agar siz nogironlik bo'yicha pensiya oluvchi bo'lsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi TMK tomonidan berilgan nogironlik guvohnomasini va tibbiy xulosalarini tayyorlab qo'ying. 3. qadam. Ariza yozish. Pensiya jamg'armasi bo'limida sizga ariza blankasi taqdim etiladi. Bu arizani to'ldirishda quyidagilarni aniq ko'rsatishingiz lozim. Samsumendi tandi eliye çedip tandi bali ay tap tandi tatu ay iştata familyasi ismi otasının ismi. Pensiya guvohnomasi raqami edayat murojaat sababi. Pensiyamni qayta hisoblash va 2008 yilgacha pensiyaga chiqqan shaxslar uchun belgilangan 4 marta oylik oshirishlar doirasida qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Yoki shunga o'xshash aniq ibora.
siz bu yerda o'z qo'shimcha stajingiz yoki ish haqqingizni inobatga olishni ham so'rashingiz mumkin. Talab pensiya miqdorini oshirish va barcha tegishli qo'shimcha to'lovlarni hisoblash. Sanasi va imzosi. Ariza blankasini to'ldirishda pensiya jamg'armasi iqtisodiyotdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga to'g'ri to'ldirishga ko'maklashishlari shart. 4-qadam jarayonni kuzatish va nazorat qilish arizangizni topshirganingizdan so'ng sizga uning ro'yxatdan o'tganligi haqida ma'lumot beriladi. Odatda murojaatlar 30 kun ichida ko'rib chiqiladi va javob beriladi. Natijani kutish belgilangan muddat ichida pensiya jamg'armasidan javob sati yoki telefon qo'ng'irog'ini kuting. Javobni tushunish. Bitta javobda kushonni tajchustib ziyatda agar pensiyangiz oshirilgan bo'lsa, sizga yangi pensiya miqdori va uning hisoblash asoslari haqida ma'lumot berilishi kerak. Agar rad javobi olsangiz, rad etishning aniq sabablari ko'rsatilishi shart. Shikoyat qilish tartibi. Agar pensiya jamg'armasi sizning arizangizni rad etsa va siz bu qarordan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparatiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu holatda sizga malakali yuridik yordam kerak bo'lishi mumkin. Qo'shimcha maslahatlar, barcha hujjatlarning nusxalarini saqlang. Asl hujjatlarni hech qachon hech kim bermang. Taka ara bitira tina chichira cha taren ni na nusxalarini tayyorlab ularning barchasini o'zingizda saqlang. Ariza topshirayotganingizda ham hujjatlarning nusxalarini bering. Asl nusxalarini esa faqat ko'rsatish uchun olib boring. Murojaatlarning ro'yxatdan o'tganligini tekshiring. Sizning arizangizni qabul qilishganida unga ro'yxatga olish raqami va sanasini berishlarini talab qiling. Bu kelajakda qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelganida sizning qo'lingizda isbot bo'ladi. Yuridik maslahat olishdan cho'chmang. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa yoki pensiya jamg'armasidagi jarayon tushunarsiz kechayotgan bo'lsa, tajribali yuristdan maslahat olishdan tortinmang. Ba'zan kichik bir maslahat katta muammolarni oldini olishi mumkin. Rasmiy xabarlarni kuzating. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, ommaviy axborot vositalari va hukumat qarorlarini doimiy ravishda kuzatib boring. Yangi qonunlar, farmonlar yoki tartiblar haqida o'z vaqtida ma'lumot olish juda muhimdir. Aziz do'stlar, bu amaliy qadamlar sizga pensiyangizni oshirishda yordam beradi. Esingizda bo'lsin, huquqlaringizni himoya qilish va moliyaviy barqarorligingizni ta'minlash uchun sizning faolligingiz juda muhimdir. Xulosa va yakuniy chorlov mana. Hurmatli tomoshabinlar, biz muhim mavzu bo'yicha videomiz yakuniga yetib keldik. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. 2026 yilgacha pensiyaga chiqqanlar uchun 4 marta oylik oshirish. Bu shunchaki raqamlar emas. Bu sizning hayot sifatingizni sezilarli darajada yaxshilash imkoniyati. Bu har bir nafaqaxo'rning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim qadam. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang azizlar. Pensiyangizning har bir tiyini muhim, chunki u nafaqat sizning kundalik ehtiyojlaringizni qondiradi, balki ruhiy xotirjamlikni va ertangi kunga ishonchni ham ta'minlaydi. O'z huquqlaringizdan xabardor bo'ling, faol bo'ling va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan tortinmang. Agar sizning pensiyangizga qo'shimcha ish staji yoki yuqoriroq ish haqi davrlari kiritilmagan bo'lsa, buni tuzatishga harakat qiling. Bu sizning mehnatingizga va davlatning sizga bo'lgan g'amxo'rligiga munosib javobdir. Bugungi videoda aytilganlar haqida qanday fikrdasiz? Siz ushbu dasturdan foydalanishni rejalashtiryapsizmi? Yoki sizda allaqachon bu borada qandaydir tajribalar bormi? Iltimos, o'z fikrlaringizni, savollaringizni va tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz biz uchun qadrli va boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va o'z huquqlaringiz uchun kurashishdan to'xtamang. Ko'rishguncha.